bitta erkakni moyagini operatsiya qilib olib tashladik. Buni asosiy sababi bo'lsa, erkak bizni oldimizga shu farzand ko'rish masalasi bo'yicha keldi va biz moyaklarni uzi qilganimizda moyagida o'sma aniqlandi. Ya'ni unda hech qanaqa bezovtalik bo'lmagan, shunchaki farzand ko'rish uchun kelgan va bu baxtli tasodif u uchun baxtli 2 marta bo'ldi. Birinchidan o'sha moyagini olib tashladik. Olib tashlaganimizda bo'lsa, bu bemorning urug'lari 0 edi. O'sha olib tashlagan moyakni o'zidan urug' izladik va natijada bu bemorda juda ham yaxshi urug'lar topildi. Ya'ni bemor bitta operatsiyada birinchidan kelajakda rakdan qutulib qoldi va bir vaqt o'zida endi ota bo'lish imkoni bo'ldi. Bu bilan nima demoqchiman? Siz hech bo'lmasa 1 yilda 1 marta urolog ko'ruvdan o'tib turing. Bugungi global kasalliklar tarqalayotgan davrda shunchaki moyagingizni uzi qildirib turishingiz yoki qaysidir gormonal tekshiruvlari sizni kelajakda buyuk mudhish narsadan saqlab qolishi mumkin. Moyaga olib tashlangan bolani yana bitta moyagidan